76. Odg'urmishning kesal bo'lib o'gdilmishni chaqirganligi aytiladi. Kunlarning bir kuni kechida o'gdilmish amdili bosh qo'yib yotay deb turadi. Darvoza oldida ovoz anglandi. Biri unlik chaqirdi. O'gdilmish darhol odam avatib qarab baq dedi. Xizmatchining o'gdilmishga javobi. Xizmatchi qarab kelib dedi. Bir kishi turadi, so'zim bor, ko'rishatdim deb ijozat so'rayotdi. O'gdilmishning xizmatchiga savoli. O'gdilmish yana dedi, berib so'ra. Nima so'zi bor ekan, nima deydi? O'zi kimkan? Xizmatchining xabarchiga savoli. Xizmatchi yana chiqib xabarchidan nadin kelganligini, tilikini va o'zining kim ekanligini so'radi. Xabarchining xizmatchiga javobi. Bu odam dedi. Meni o'dg'urmish avatdi. So'zim bor. Uning qerindishini ko'ray. Qani? Xizmatchining o'gdilmishga javobi. Xizmatchi uqib qaytib kirdi. Xabarchining nima deganligini aytdi. Qerindishining ish bilan avatganligini dedi. O'gdilmishning xabarchiga savoli. O'gdilmish darhol o'rnidan turib uningga yo'l berdi. Bu odam uyga kirib uningga salom qildi. O'gdilmish qayerdan kelding deb so'radi. Tiliking nima? So'zingni ayt, ey dona dedi. Xabarchining o'gdilmishga javobi. U dedi. Meni o'dg'urmish avatdi. Seni kelib menga bir yo'liqsin dedi. Ahvoli og'irlashdi, hasrat chekib yotadi. Uningga bir yo'liqqin, ey dili yaqin. O'gdilmishning xabarchiga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Kel, bir narsa yegin, ondan billa borayli. Xabarchining o'gdilmishga javobi. Xabarchi unimidi va dedi. Qerindishingning ahvoli yomonroq, ey bilimlikim, ketib qoladigandek turadi. Men sendan avvalroq boray. Sen oldirmay orqamdan bag'in, ey xushbeil. Xabarchi darvoza oldidan tez uyiga qaytdi. O'gdilmish hayron bo'lib qo'llarini uvulab qoldi. O'rnidan turib qayg'uli qoldi, uyiga kirdi. Xushalliqi yo'qoldi, hasrati ulg'aydi. Biroz yetib baqdi, uyqusi kelmadi. Bir kecha bir yildek uzab ketdi, yotolmadi. Uxlamoqchi bo'lib ko'zini yumgan edi, uyqusi qochdi, ko'zidan uyqu yiroqlashdi. Yana o'rnidan turib uzun o'ltirdi. Oltin tong etish uchun o'q yosini batladi. Chimanzorda bulbul xush ovoz bilan sayridi. Ishq ahllari anglab ko'ngli hayajonlandi. O'gdilmish etini minib qerindishi tarafga mangdi. Ichkariga kirib qo'l yuzini so'yib ko'rishdi. Qerindishiga qaradi. Putini uzutib yetibdi. Chopinini to'shak, yengini yostiq qilibdi. O'gdilmishning o'dg'urmishga savoli. O'gdilmish so'radi. Sana nim bo'ldi, ey qarindosh? Seni ko'ribli ko'nglim bearam bo'ldi. O'dg'urmishning o'gdilmishga javobi. O'dg'urmish aytdi. Ey qarindishim, yo'lim ko'rinib qoldi. O'lim tutqoqlikka tutdi. Ketib qoladigandek qilaman. Sening yuzingni bir ko'ray deb seni avora qilib bu yerga chaqirdim. O'gdilmishning o'dg'urmishga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Ey jinim, inson hayotla bo'lsa, kasalga giribtor bo'lib turadi. Ko'nglingni yomon qilma, tilingni yig'. Kasallik gunohga kafarat bo'ladi. Bilimlik so'zi nima deydi, angla. Bilim ko'ngilning chang to'zingini tozalug'ichidir. Qara, kasal sening uchun gunohga kafaratdir. Gunohsiz kishi kim? Menga aytib berginchu. Kishi og'risa, barcha gunohlari to'kiladi. Gunohlari to'kilsa, kishi qutlug' bo'ladi, ey palvon. Barcha kishilar ozdir ko'pdir gunoh qiladi. Gunohsiz kishi bu dunyoda oz uchraydi. Keseling yaxshi bo'la, esan bo'lasan. Gunohlaring tozalanib, savobga ega bo'lasan. Nemishqa eg'zingdan noxush so'zlarni chiqarasan? O'lishingni qandoq bilding, ey ko'ngli tuz? O'dg'urmishning o'gdilmishga javobi.
Odgurmuş cevap berip dedi. Bunun sebebi şu ki, ölümümni Rabbim düşümde ayan kıldı. Köygen düşümdün bana roşan boldu. Ölümüm men üçün düşünüşlük boldu, ey palvan. Xuda yaxşı yamanlıqni qazanı bildirmekçi bolsa, uyquda yatqanda düşüde ayan kılıdı. Ögdilmişnin odgurmuşqa cevabı. Ögdilmiş cevap berip dedi. Bu söz ançı yaxşı emas, ey köngli tüz. Kişi kesel buluş bilenli ölüdüğün bolsa, yeryüzüde tirik adam qanmağan bolar idi. Adam balası tirikken kesel bilen ağrıydı. Her bir kesel ölüm bilen hayat yıldızını kesmeydi. Adam yetip uxlasa tuş görüdü. Uni örgüçile yaxşılıqqa qaratıp tabir beridi.